Hello everyone, and in this video there will be some explanation of the school project work for the first term, grade 9, sorry. So I try to explain in Uzbek language. If you want to understand me better, please ask for help from your teachers or family members or your friends who understood it better, okay? And sorry for quality of the video and my voice tone. I speak like that. I want you to keep attention for a while, you will need it. This is the plan of the first term. BSB 1, you already had it. BSB 2 will be project work for the 25 score. The topic of the project work is home or school. Uy yoki maktab. Bitta objective berilgan, men tushuntirishni boshladim. Students work in small groups to prepare and present information about their home or school. Kichkina gruppalarga bo'linamiz, har doimgidagi o'zingizga yaxshi ishlaydigan partner topasizlar. 2 dan 4 tagacha bo'lish kerak bitta gruppada o'quvchi. Nima qilish kerak? Uyni yoki maktabni mavzu sifatida tanlab olamiz va uni ma'lumotlarini, informatsiyalarini taqdim etamiz. The project should help practice vocabulary, descriptive language and presentation skills. Loyiha ishida shu paytgacha o'rgangan vocabularylar ishlatilishi kerak. Descriptive language, ya'ni uy temasini o'tganimizda description qanaqa describe qilishni o'rganganmiz, o'shalardan foydalanib prezentatsiyani topshirish, qonun qoidalariga rioya qilib prezentatsiyani topshirish kerak. Buning uchun bizga 5 ta option berilgan. Birinchi option 1, poster presentation. Choose home or school as your topic. Mavzu sifatida yoki uyni yoki maktabni tanlaymiz. Unga nimalar kirish kerak? Description, size, rooms or facilities. Ya'ni tasvirlash kerak, hajmini, katta kichkinaligini, buning uchun so'zlar yetarli. Rooms, uy bo'lsa, uydagi xonalarni va uni nima uchun ishlatilishi, qanaqa aktivitelar bajarilishi. Maktab bo'lsa, har bir maktabning xonalari ko'p, qaysi xona, qanaqa xona, qaysi sinf o'tiradi, shularni ko'rsatishingiz ham mumkin. Keyingisi people, family members or teachers, classmates. Odamlar, uy haqida gapiradigan bo'lsak, oila a'zolarimizni ko'rinishi yoki ularning xarakteri, ular bilan qanchalik chiqishinglar, hammasini ko'rsatib berasizlar o'zingizga qarab. Yoki maktab haqida gapiriladigan bo'lsa, o'qituvchilar va sinfdoshlar, maktabda ishlaydigan boshqa xodimlar haqida ham ma'lumot keltirish mumkin. Daily routines or activities there. Uy haqida gapiradigan bo'lsak, ko'pincha uyda vaqtinglarni qayerda o'tkazasizlar, u uyni nimasi, u xonani nimasi yoqadi, har bittasini haqida ma'lumot berasizlar qiziqarli darajasiga qarab. Maktab haqida bo'ladigan bo'lsa, o'sha joylarni, masalan, sport bilan shug'ullanish mumkin bo'lgan joylarni, o'zingizga yoqqan joylarni tanlab, har bittasi haqida ma'lumot berasizlar. What you like most about it. Sizlarga eng yoqqan narsasi haqida gapirib o'tish esdan chiqmasin. Drawings, photos or printed images. Rasm chizmasini bilaman. Rasmlardan yoki printerdan chiqarilgan rasmlardan foydalanish mumkin. Bu rasmlar real pictures bo'lishi kerak. Uy haqida gapirsanglar, o'zingizlarning haqiqiy rasmini chiqarib yopishtiramiz. Yoki maktab haqida bo'ladigan bo'lsa, hamma telefoni bor, rasmlarga tushirib, uni chiqarib, haqiqiy rasmlardan foydalanish kerak. Bu option 1 edi. Option 2, video tour. Video tour, men video projektlarni juda ham yaxshi ko'raman. Video projekt qilgan o'quvchilarning ishini hurmat qilgan holda qo'shimcha ball qo'shib beraman har doim. Shuning uchun tavsiya qilaman video projekt qilishni. Buning uchun record a 2-3 minute video showing your home or school inside and outside. 2-3 minutli video tayyorlaysizlar, uyda yoki maktabda ichkari va tashqarini ko'rsatish kerak. Narrate degani bu video davomida sizlar gapirishinglar kerak. Narrate what you see and describe it using A2+ vocabulary. A2+ dan, ya'ni yaxshi o'rgangan shu 9-sinfga mos bo'lgan so'zlardan foydalanib, masalan, this is the library, we study there every day degan so'zlarni, gaplarni ishlatib, dona-dona qilib videoda har bitta ishtirokchi bo'lish kerak. Gruppada 4 odam bo'ladigan bo'lsa, videoda chiqishinglar kerak. O'zingizlarning ovozinglar, ko'rinishinglar bo'lishi kerak. Can include interviews with family members, friends or classmates. Uy haqida gapiriladigan bo'lsa, uydagi oila a'zolaridan o'zingizlarning xohishinglarga qarab qo'shnilardan ham intervyu olsa bo'ladi. Maktab haqida bo'ladigan bo'lsa, do'stlarimizdan yoki xohlovchi o'qituvchilardan, sinfdoshlardan intervyularni qo'ysa bo'ladi. Bu ham qo'shimcha ball beradi. Bu option 2 edi. Option 3, role play. Role play sahna ko'rinishi degani. Prepare a role play conversation between a visitor and a student touring the school. Maktab temasini oladigan bo'lsak, tasavvur qilamiz, kimdir mehmonga kelgan maktabni ko'rishga, siz maktabni aylantirib, uni maktab bilan tanishtirasiz.
maktabni har joyiga borib kichkina tour sifatida, ya'ni gid sifatida sahna ko'rinishi qilasiz. Agar uy tanlanadigan bo'lsa, guests and family members visiting the home. Bunaqa hayotda ko'p bo'ladi. Masalan, uyimizga birinchi marta kelayotgan mehmonlarga uyimiz ko'rsatamiz. Bu meni xonam, bu akamni xonasi deb. Shunaqa sahna ko'rinishi qilamiz. Buni ichida include at least 8-10 question and answers about the place, routine and people. Buni ichida kamida, at least degani kamida 8-10 ta savol javob bo'lishi kerak. Nima haqida? Joy, kun tartibi va odamlar haqida. Perform the role play for the class. Sinf xonasida bu sahna ko'rinishini ko'rsatib berasizlar, bu videoga olinadi. Bo'ldi. Va guruhdagi hamma ishtirok etishi kerak. Xuddi boshqa optionlarga o'xshab. 4-si option for fact life mini booklet. Booklet nimaligini bilasizlar, xuddi garmoshkaga o'xshagan bo'ladi. Referat kerak emas, poster ham kerak emas. Mini booklet deyildimi? Booklet qilasizlar, kamida bookletlar eng kamida 5 ta pejli bo'lishi kerak. Create a fact life about your home or school. Home yoki uy yoki maktabni tanlaymiz va uni ichida name, location, nomi, joylashuvi, size, features, people, activities, routines, fun facts. Fun facts, ya'ni qiziqarli faktlar. Juda prikol qilib tashlamaymiz, qiziq faktlarni olsak bo'ladi. Masalan, Instagramda, TikToklarda maktab yoki uydagi holatlarni qiziq qilib ko'rsatib bergan reelslar, kontentlar bor, to'g'rimi? O'shalardan ko'rib ham undan qo'shsanglar bo'ladi. Qiziq chiqadi demoqchiman. Use short sentences and pictures. Hop, qoidasi bo'yicha buklet yoki slayd qilganda juda ham ko'p mayda-mayda informatsiyalarni qo'shib tashlash noto'g'ri. Shuning uchun use short sentences deyapti bu yerda. Rasmlardan foydalaniladi, kichkina gaplardan. Kichkina ko'p ma'lumot, juda ham ko'p ma'lumot odamni zeriktiradi, bu balni tushiradi. Uni prezentatsiya paytida o'zingizlar ko'proq gapirib, ko'proq informatsiya berishingiz kerak. Ko'rsatadigan narsada unchalik ko'p informatsiya bo'lishi shart emas. O'zingizlar tushuntirib berganida uni podrobniy tushuntirasizlar. Dizaynini buzmaydigan darajada informatsiyadan foydalaninglar. Share with the class or display on the wall. Dars vaqtida ko'rsatib berasizlar buni. Shu yerda. Option 5. Comparison project. Compare your home and your school. Comparison bu taqqoslash. Maktabni ham, uyni ham tema sifatida olamiz va uy bilan maktabni solishtiramiz. Make a chart or poster showing differences and similarities. At home I relax, at school I study. Yoki jadval tuzamiz, diagramma tuzamiz yoki o'zingizlarni fantaziyalarini ishga solasizlar va maktab bilan uyni farqli taraflari va bir-biriga o'xshash taraflarini ko'rsatib berasizlar. Bu ham juda ham qiziq option. Present your comparison in 2-3 minutes. 2-3 minutes ya'ni 2-3 minut bu kam. Eng kamida 5-8 minut prezentatsiya qilishimiz kerak. Buni o'zingizlar tushunasizlar. Assessment rubric for project. Endi bu yog'i projektimiz uchun qo'yiladigan ball. 25 ball общий, 25. Общий yozilmagan. Общий hammasi umumiy 25 ballni tashkil qiladi 6 ta kriteriya bo'yicha. Birinchi kriteriyasi 7 ballgacha content relevance. All required details are included: description, people, routines, likes, dislikes or comparison. Information is accurate and clearly connected to the topic. Hamma talab qilingan narsalar, ya'ni talab qilingan detallar o'z ichiga oladi. Masalan, tasvirlash, odamlar, kun tartibi, yoqadigan va yoqmaydigan narsalar va solishtirishlar. Bularning hammasi bor bo'lsa 7 ballgacha ma'lumot aniqligi, tushunarliligi, mavzuga mosligiga qarab 7 ballgacha baholanadi. Bu 7 ball qo'yiladi deganimiz qanchalik yaxshi yoki mundoroligiga qarab 0 balldan 7 ballgacha. Prezentatsiya umuman yo'q bo'lsa bu 7 ball yo'q degani. Organization and structure. Information is well organized with a clear introduction, middle and end. Easy to follow. Organizatsiya qilishni masalaga ko'p aytganman, ya'ni prezentatsiyani boshlanish, introduction qismi, kirish qismi, uni o'rtasi va oxiri qonun qoidasiga mos kelishi kerak. 3-kriteriya, bu tepadagisi 5 ballgacha baholanadi. Language use. Gapirishimiz. Ingliz tilidan foydalanish darajasi 5 ballgacha belgilangan. Vocabulary, ya'ni so'zlarni to'g'ri foydalanish. A2 darajadan ko'proq, yaxshiroq so'zlardan foydalanish. Mavzuga mos so'zlarni ishlatish. Grammatika tarafdan gaplar to'g'ri bo'lishi kerak, kamroq yoki umuman xatosi bo'lishi kerak emas. Shuning uchun gapiradigan gaplarni oldin yozib olib, menga o'xshab chalg'imasdan oldin to'g'ri gaplar tuzib olib, o'shalardan foydalansanglar bo'ladi. Hamma narsani oldindan plan qilib olinglar demoqchiman. Bu ham 5 ballgacha ball beradi. Keyingi kriteriya
creativity and presentation. Prezentatsiyani topshirish va o'zingizlarning fantaziyalariga, qanchalik kreativligilarga 4 ballgacha ball qo'yilgan. The work is visually attractive. If written, visual. Agar yozilgan yoki ko'rsatiladigan narsa bo'lsa, chiroyli chiqishi kerak. Narsalarni, rasmlarni, yozuvlarni jonlashuvigacha, ularning stiliga qarab, front size'largacha juda ham kichkina mayda harflardan foydalanmanglar. Plakat qiladiganlar ruchka bilan yozmanglar. Katta harf, katta rasmlardan foydalanib, bundoq qaraganda zo'r ko'rinishga ega bo'lishi kerak. Agar gapiriladigan yoki video bo'ladigan bo'lsa, videoni ham chiroyli qilishinglar kerak. Video stillarini bilamiz. Use of visuals, colors or creative layout. ChatGPTdan maslahat so'rashinglar mumkin, lekin AI dan tayyor narsa qilib berishini so'rab, uni topshirmanglar, bu ball pasaytiradi. Keyingisi oxirgisi group participation, bu teamwork, ya'ni o'quvchilar, sinfdoshlar bilan birga ishlab qilganinglarga 4 ballgacha. Masalan, guruhingizda 4 tagacha odam bo'lsa, prezentatsiya uchun 4 tala odam ham birdek harakat qilish kerak. Video bo'lsa, videoga 4 tala odam tushishi kerak. Prezentatsiya paytida 4 ta odam ham gapirish kerak. Kimdir gapirib, kimdir jim o'tirsa, bu ball kamaytiradi degani. 2 ta odam ishtirok etsa, 2 balldan bo'linadi. 4 ta odamga har bittasiga 1 balldan beriladi. Kim ishtirok etgan, ishtirok etmaganiga qarab ball olib tashlanadi. Bu baholash mezonida. Tushundinglar degan umiddaman. Tushunmaganlar oldimga kelib so'rasin.